Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor Haftalık Muhim Xabarlar programımızda görüşünlerini qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programımızda bir hafta ichida vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitanglar ekranimizda bo'lsin. Xitoydagi nüfus o'sish sur'ati 60 yildan buyongi eng to'van saviyaga tushib qoldi. Xitoy nüfusining o'sish sur'ati 1960-yillarning beshida 30 million kishining o'lishiga sabab bo'lgan ocharchilikdan buyongi eng to'van saviyaga tushib qoldi. Anadolu agentligining 17-yanvardagi xabarida bildirilishicha, nüfusning o'sish sur'ati Xitoydagi 60 yildan buyongi eng to'van saviyaga tushib qolgan. Beijing davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Xitoy cho'ng quruqliqidagi 31 o'lka va rayonning nüfusi 2020-yili aran 480 ming odam ko'payib, yil oxirida taxminan 1 milliard 412 million 600 mingga yetgan. Tug'ilish nisbati har 1000 odamda 7,52, o'lish nisbati har 1000 odamda 7,18, nüfusning o'sish nisbati har 1000da 0,34 bo'lgan. O'sish sur'ati cho'ng sakrash davridan buyongi eng to'van holga tushgan bo'lib, ayni vaqtda Xitoy kommunist rejimining qurg'uvchisi Mao Zedongning rahbarligida yezi egiligini kollektivlashtirish va yezi boyligini sanoatlashtirish siyosati yo'l qo'yilgan bo'lib, 1958-yildan 1962-yillar orasida bu siyosat yo'l qo'yilgan mazgilda yuz bergan ocharchilik sababidan taxminan 30 million odam hayotidan ayrilgan. Shunlashqa nüfusning o'sish sur'ati 1960-yili har 1000 odamga 4,5 ga tushib qolgan. 2020-yilning oxirida Xitoyda elib berilgan 10 yillik nüfus tekshirish natijasiga qaraganda, cho'ng quruqliq nüfusi 10 yilda taxminan 72 million oshgan. Yillik o'rtacha o'sish nisbati har 1000 odamga 5,3 bo'lgan. Nüfusning o'sish sur'ati oldingi 10 yildagiga solishtirganda har 1000 odamda 0,4 ga tuvalligan. 1998-yildan buyon tug'ilish nisbati o'lish nisbatining farqi 1% ga yetmaydigan Xitoyda nüfusning o'sish nisbati tuvallimoqda. MBS'ning sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2021-yili Xitoyda taxminan 10 million 620 ming bovoq tug'ilgan bo'lib, yangi tug'ilgan bovoqlarning soni 2020-yildagiga solishtirganda 11,5% azaygan. Bildirilishicha, ayni vaqtda 12 million bovoq tug'ilgan ekan. 2020-yili Xitoyda tug'ilgan bovoqlarning soni 2019-yildagiga solishtirganda 18% azaygan bo'lib, ayni vaqtda 14 million 650 ming bovoq tug'ilgan. Bu yil Xitoy virusi yuqumining ta'sirida tarixdagi eng tuvanlash nisbati bo'lgan. 2021-yili tug'ilish nisbati har 1000 odamda 7,52 ga tushib, xotirlanishga qaraganda bu davlatda tug'ilgan eng tuvan tug'ilish nisbati bo'lib qolgan. Nüfus mutaxassislari va jamiyatshunoslar nüfusning o'sish sur'atining ostilishi va nüfusning qayrilishishi Xitoyning kelgusi bir necha yilda iqtisodning o'sish sur'atini saqlab qolishiga qiyinchilik elib kelishi mumkinligini bildirishmoqda. Bayden hukumati Rossiya va Xitoyning tahditlariga qarshi turish uchun mas'ul tayinladi. Amerikada prezident Joe Biden hukumati Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlardan saylamlarga qarata kelgusi tahdidlarga taqobil turish masalasida axborot o'rinlarini moslashtirish uchun mas'ul tayinladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, davlatlik istixborot idorasining boshlig'i Avril Haynesning bayonotchisi Nikoli Dehay Jeffrey Wichmanning saylam tahdidlari mas'uli sifatida vazifaga tayinlanganligini eskartish bilan bir vaqtda uning yuqori darajalik istixborot va tor hujumlariga taqobil turish mas'ulligini o'z ichiga olgan 30 yildan ortiq vaqtdan buyon Amerika Markaziy axborot idorasi CIA'da vazifa o'taganligini ta'kidladi. Ilginchcha, saylam tahdidlari mas'uli 18 a'zodan tashkil topgan istixborot jamiyatidagi barliq saylamlarning bexatarligini qo'g'dash faoliyatlarini moslashtirish ishlariga mas'ul bo'ladi ekan. Mazkur istixborot o'rinlarining barliq tor hujumlarini aniqlab chiqish va taqobil turish faoliyatlari yangi mas'ulning moslashtirishi bilan elib beriladi ekan. Xitoy Iran va Suriya bilan kelishim hosil qildi. O'rta Sharq davlatlari bilan suhbatlashayotgan Xitoy Iran bilan imzolagan 25 yillik kelishimning kuchga ega bo'lganligini e'lon qildi. Ironga milliard dollar mablag' selishga va'da bergan Xitoy rejimi Suriya bilanmi o'xshash kelishim hosil qildi. Bir gün gazetining 16-yanvardagi xabarda bildirilishicha, o'tgan yili Xitoy bilan Iron o'rtasida imzolangan 25 yillik kelishim rasmiy kuchga ega bo'lib ijro qilinishga boshlagan.
Juma kuni Xitoyni ziyorat qilgan Iran tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahiyan bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Jiangsu o'lkasidagi uchrashishining tafsiloti e'lon qilindi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining rasmiy to'r betida e'lon qilingan bayonotida ikki davlat o'rtasidagi 25 yillik kelishimning 2021-yili 3-oyda ma'qullanganligi bayon qilingan. Bayonotga qaraganda ministr Wang yig'in jarayonida Iranlik mansabdoshiga Washingtonning Tehronga qaratgan jazosiga qarshi turadiganligini, shuning bilan bir vaqtda Iranning yadro suhbatiga qatnashishini qo'llaydiganligini bildirgan. İran axborot kanali Press televiziyasi İran prezidenti İbrahim Raisining tashqi ishlar ministri orqali Xitoy raisi Shi Jinpingga topshirib beradigan xat avatganligini e'lon qildi. Amerikaning Ironga qaratgan jazosini buzish orqali iqtisodiy, harbiy va bexatarlik hamkorligini o'z ichiga olgan universal strategik hamkorlik kelishimi 2021-yili 27 mart ayni vaqtdagi İran tashqi ishlar ministri Javad Zarif bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi o'rtasida imzolangan edi. Mazkur 18 betlik kelishimning tafsilotlari 7-oyda tekst loyihasi sifatida o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, bu kelishimga asosan neft ishlab chiqarish va to'shish, temir yo'l, tosh yo'l va port ul aslahalarini taraqqiy qildirish faoliyati va ikki tarafning bexatarlik hamkorligi qatorliq bir qator temalarda kelishim hosil qilingan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l turi doirasida imzolangan va amdili yo'li qo'yilgan bu kelishim bilan Beijing rejimi Iranning energiya sohasiga 280 milliard dollar, ul aslaha taraqqiyot faoliyatlariga 120 milliard dollar bo'lib, jami 400 milliard dollar mablag' soladi. Iran bo'lsa bu mablag'ning badaliga Xitoyga arzon bahoda neft sotadi. Xitoyning bulturqi xom neft importini 2 ga qatlaganligi haqidagi uchurlarmi dokladlarda aks etdi. Sonliq ma'lumot analiz shirkati Kipler e'lon qilgan dokladga qaraganda 2021-yili Xitoyning neft importi 224 million tonna yetib, oldingi yilga selishtirganda 53% oshgan. İran bilan tuzilgan kelishimga asosan yangi mablag' selishga tayyorlik qilayotgan Xitoy bu hafta orqa-orqadan dengiz qo'ltiqi davlatlar bilan ko'rishgandan keyin hamkorlik uchurlarini berdi. Dengiz qo'ltiqi hamkorlik kengashi GCC davlatlarining tashqi ishlar ministrlari Saudiya Arabiston, Kuvayt, Bahrayn va Oman bu hafta 5-ida Xitoyni ziyorat qilib, 5 kunlik ziyorati bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Shanxayga yaqin Wuxi shahrida sohibxonlik qilgan ministrlar bilan ayrim-ayrim ko'rishdi va bu yig'inlardan keyin bayonot e'lon qilib, Xitoy Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik komitetiga a'zo davlatlarning milliy mustaqilligi, bexatarligi va muqimligini qo'g'dashni to'liq qo'llaydi deb ifoda bildirdi. Xitoy yana yangi kelishim bilan Suriya hukumati bilan hamkorlashganligini e'lon qildi. 12 yanvar Suriya plan va xalqarалық hamkorlik komitetining raisi Fadi Al-Khalil bilan Xitoyning Suriyada turishliq bosh elchisi Feng Biao o'rtasida imzolangan kelishimga asosan Xitoyning Suriyaning iqtisodiy jihatdan qayta gullanishi uchun ul aslaha, tok va boshqa energiya mablag'i bilan ta'minlaydiganligi bildirilgan bo'lib, kuzatuvchilar Xitoyning bu turdagi yumshoq kuch orqali rayondagi davlatlarni o'z kontrolligiga elayotganligi va ularni to'ydirmasdan qarz patqiqiga so'rab kirayotganligini bildirishmoqda. Chet eldagi Uyg'urlarning Xitoy bilan bir safda turishi muhojiratliklarning g'azabini qo'zg'adi. Xitoy rejimi oldingi hafta Turkiyadagi bir qism Uyg'urlarni qatnashtirib, silliq yig'in ochgan bo'lib, mazkur Uyg'urlarning yig'iniga qatnashishi va Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida yolg'on guvohlik berishi muhojiratdagi Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'adi. Xitoy tashviqot organi Xalq to'rining xabarida bildirilishicha, 15 yanvar o'tkazilgan sinliq fikr almashtirish yig'inida atalmish Shinjongliklar Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilarning vakillari urug' tuqqanlari bilan ko'rishtirilgan. Uyg'ur o'quvchilar Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini butunlay inkor qilib, Xitoy Kompartiyasining siyosatini bas-basda maqtagan. Yig'in jarayonida Turkiyadagi Xitoy yoshlar jamiyatining a'zosi Anadolu Universitetining o'quvchisi Kamran Akram ba'zilar mendan Shinjongning ahvolini so'rasa, men ularga yurtim Shinjongning suratini bevosita ko'rsataman. Ular suratni ko'rgandan keyin Shinjongning taraqqiyotining shuncha tez bo'layotganligidan hayron qoladi. Men Shinjongga qaratilgan har qanday fitna ig'vo to'kmatga qat'iy qarshi turman deb bildirilgan. Turkiyadagi Xitoy yoshlar jamiyatining a'zosi Istanbul Universitetining o'quvchisi Arafat Adil Xitoy virusi tarqalayotgan mazgilda Xitoyning Turkiyada turishliq elchixona konsulxonalarining o'quvchilarni atrofliq mulozimat bilan ta'minlaganligini, ulardan nihoyat minnatdor ekanligini bildirgan. Turkiya Xitoy yoshlar igilik tiklash bosh jamiyatining a'zosi Kamil Rozi Turkiyada savdo qilayotgan biri bo'lib,
u 2021-yili o'zining boshqa jamiyat a'zolari bilan birlikda surat ko'rgazmasi o'tkazib, Xitoyning atalmış natijalarini Turkiya xalqiga tunishtirganligini bildirgan va vatan mangu bizning mustahkam orqa terikimiz deb bildirgan. Xitoy yaqinqi mezgillarda har qaysi davlatlardagi atalmış Şinjanlıqlar bilan silliq yig'in o'tkazayotgan bo'lib, ularning yolg'on guvohliklari orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini butunlay inkor qilmoqda va buni har qaysi axborot vositalarida ko'plab tashviq qilmoqda. Mazkur Uyg'urlarning bugungi ig'ir vaziyatda Xitoyning yolg'on tashviqoti uchun xizmat qilishi muhojiratdagi Uyg'urlarning g'azabini qo'zg'agan bo'lib, bularning qilmishlarining manqurtliq o'z millatiga qilingan xoinlik ekanligini, insoniy vijdoniy tuyg'ularini yo'qotgan bu shaxslarning cho'qim la'natlangan holda tarixga xotirlanganligini bildirishmoqda. Xitoyning qabohatlik tushi reallikqa aylandi. Beijing qishliq olimpikining yiqilishiga ergashib, Xitoy andishi qilayotgan ahvol oxiri yuz bergan bo'lib, Xitoy virusining Omikron nusxasi Beijingning ishigini chekdi. Xitoy rejimi pat yaqinda olimpik o'tkaziladigan Beijingni qattiq qo'g'dashga tirishgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy virusining Omikron nusxasi 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasining ochilish marosimiga 2 hafta qolganda Beijingga yetib keldi. Omikron nusxasi bilan yuqumlanuvchining Beijingda tunji bayqalishi bilan Xitoy kontrollikni texmo kuchaytirdi. Xitoy sahiya tarmoqlari Beijing shahrida bayqalgan birdan-bir Omikron bilan yuqumlanuvchining asli yuqish manbasini topolmagan. Egilishicha, mazkur yuqumlanuvchi yaqinda boshqa shahar yoki davlatni ziyorat qilmagan ekan. Xitoy doiralari mazkur yuqumlanuvchining Toralg'u binosi va xizmat binosini to'liq pechatlagan bo'lib, uning bilan yaqinlashganlar inchki tekshirilishga boshlagan. Yerlik taratqularning xabariga asoslanganda Beijingdagi bir xizmat o'rni 15-yanvar kech soat 10 dan boshlab ichidagi ishchilar bilan quluplangan holatda bo'lib, Omikron bilan yuqumlangan bir kishining mazkur xizmat o'rnini ziyorat qilganligi oshkorlangandan keyin doirlar mazkur binoni ichida xizmatchilar bor holatda taqib olgan. Ishxonasida tuyuqsiz karantinga elingan xodimlar nima ish bo'lganligini bilolmay turibla, doirlar bino ichida qolganlarga karvat va yostiq ta'minlagan. Beijing kundalik gazetasining xabariga asoslanganda, garchi Beijing shahri umumyuzlik karantin qilish holatiga to'liq kirmagan bo'lsa-mu, ammo Beijingga kelgan barliq yo'lovchilar shaharga kelgandan keyingi 72 soat ichida qo'shimcha Xitoy virusi tekshirish siniqidan o'tishi kerak ekan. Xitoy rejimi bu qatimliq qishliq olimpik tanarkat musobaqasini hech qanday chatoq chiqarmasdan o'tkazish uchun Xitoy virusini nolga tushirish siyosati bo'yicha favqulodda tadbir qo'llanmoqda. Cho'ng shaharlarda ko'rilgan bir qancha yuqumlanuvchi sababli millionlagan kishilar uyiga so'lab qo'yilmoqda va virus tadbirlariga rioya qilmaganlar ko'chalarda sazoyi qilinmoqda. Beijingning shimolidagi qo'shni shahri Tianjin shahrida 97 kishining yuqumlanishi bilan 14 million nüfusning hammasi majburiy karantinga elingandan sirt Xi'an, Yuzhou, Anyang qatorliq shaharlarmo yuqumlanuvchilar bayqalganligi sababli umumyuzlik qamal qilingan. Xitoy doiralari olimpik mezgilda virusga qarshi qattiq va g'alati tadbirlarni yo'l qo'ygan bo'lib, 4 fevral boshlanadigan olimpik jarayonda tanarkatchilar, amaldorlar, har qaysi taratqular va jurnalistlarning faqat belgilangan o'rinda harakat qilishi uchun shardan yasalgan yepiq halqa o'rnatilgan bo'lib, kishilarning faqat shuning ichida harakat qilganligi bildirilgan. Undan boshqa tanarkatchilarning har kuni virus tekshirish siniqidan o'tishi kerakligi, musobaqaga qatnashmaganda yoki mashq qilganda maska taqishi kerakligi, lift ichida paranglashmaslik kerakligi, tomoshabinlarning tanarkatchilarga madad berganda chavoq chalsa bo'ladiganligi, ammo varqirab madad berishi yoki naqsha aytishiga yo'l qo'yilmaydiganligi qatorliq cheklamalar e'lon qilingan. Xitoy doiralari tunugun yana yangi belgilama chiqarib, olimpik musobaqasi biletlarini setishni amaldan qoldirganligini, faqat cheklik sonda tanlab chiqilgan ishonchli kishilarga taqdim qilinganligini, ularning virus tekshirish siniqidan o'tishi kerakligini e'lon qilgan. Buningdan ilgirki belgilamada olimpik musobaqasi biletlarining faqat Xitoy ichidagi fuqarolarga setilganligi, chet ellik tomoshabinlarni qabul qilmaydiganligi bildirilgan edi. BDTdan Uyg'urlar haqidagi dokumentni olimpikdan burun e'lon qilish talab qilindi. Amerika parlament a'zolari BDTning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi boshlanishidan ilgari Uyg'ur kishilik huquqi haqida dokument e'lon qilishini talab qildi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika parlament a'zolari 18 yanvar uch xat yozib, BDT kishilik huquq ishxonasini kelarki oyda boshlanadigan Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini ilgari Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan siyosati haqida dokument e'lon qilishini talab qilgan.
BDT kishilik huquq ishxonasi Xitoyning to'sqinligi sababli Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarga ijro qilinayotgan kishilik huquq dafsandichiligini hozirgacha tekshirolmagan bo'lib, BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet buningdan umidsizlanganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Mazkur uch xatni Amerika Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va Avam palata a'zosi James McGovern avatgan bo'lib, Bacheletdan dokladni 4 fevral Beijing qishliq olimpik tanrakat musobaqasi boshlanishdan burun e'lon qilishni talab qilgan. Merkley bilan McGovern demokratlardan bo'lib, Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi va birlashma raisi. Merkley bilan McGovernning aytishicha, dokladning e'lon qilinishi har qanday bir davlatning ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi xalqaroning diqqat e'tiboridan qochib qutulolmaydiganligini ta'kidlashda muhim rol o'ynaydi ekan. BDT Sharq Turkistonni ziyorat qilish masalasida Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan suhbat uzunga so'zilgan bo'lib, BDT kishilik huquq ishxonasi bultur 12-oyda Sharq Turkiston vaziyati to'g'risidagi dokladni oxirlashtirganligini, mazkur dokladni kelgusi bir necha hafta ichida e'lon qilganligini aytgan edi. BDT kishilik huquq ishxonasi Reuters agentligining mazkur dokladning qachon e'lon qilinganligi haqidagi savoliga darhol javob qaytarmagan. Xitoy chet elda panohlik tilaguvchilarni majburiy qaytarib ketishni kuchaytirgan. Yangi e'lon qilingan bir dokladda Xitoy rejimining 2014-yildan boshlab 120 davlatdan 10,000 kishini Xitoyga majburiy qaytarib ketganligi oshkorlandi. İnsan Haklarını Qo'g'dash Tashkiloti qo'g'duvchi muhofizachilar 18 yanvar e'lon qilgan eng yangi tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy yaqinqi yillardan beri dunyoning har qaysi joylaridagi panohlik tilaguvchilarni iz qo'g'lab tekshirish va qaytarib ketishni tezlatgan bo'lib, Xitoydan qochib chiqib, dunyoning har qaysi joylarida siyosiy panohlik tilaguvchilarining soni shiddat bilan oshgan. Xitoyning bostirishlardan qo'rqib chet elga qochgan kishilarni qaytarib ketish masalasida Xitoy rejimi qochqinlarning oila tabiatlarini tutqun qilish qatorliq vositalarni ishlatgan. Xitoy e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Xitoy rejimi 2014-yildan boshlab 120 davlatdan 10,000 kishini qaytarib ketgan. Dokladda ko'rsatilishicha, chet elga qochgan kishilar ayblangan yoki ayblanmagan bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy yer shari xarakterlik to'r yeyish orqali ularning oilasini go'rga elib olgan. Undan boshqa Xitoy yana chet eldagi ko'chmanlarni josuslik qilishga majburlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2020-yildagi sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, bir yil ichida 11,000 kishi siyosiy panohlikka iltimos sungan bo'lib, oldingi yillarga qaraganda 700% ko'paygan. Qo'g'duvchi muhofizachilar tashkilotining ta'kidlashicha, Xitoyning besimi bilan chegaradan qo'g'lab chiqarilganlarning mutlaq ko'p qismi qonunsiz holda Xitoyga qaytib ketishga majburlangan. Xitoy navbatda bu xil majburiy qaytirib ketish qilmishini yushirib o'ltirmaydigan holatga kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sonliq ma'lumotiga asoslanganda Xi Jinping 2012-yili hokimiyat beshiga chiqqandan buyon chet elda siyosiy panohlik tilaguvchilarining soni shiddat bilan oshgan. 2020-yildan boshlab Xitoy virusi yuqumining portlashi xalqarodagi berish kelishni cheklagan bo'lsa-mu, kam deganda 2500 kishi Xitoyga qaytishga majburlangan. Xitoy doiralarining ovlash harakati yuqum mazgildimi pasaymagan. Qo'g'duvchi muhofizachilar tashkiloti 2020-yili 3-oydan boshlab Turkiya, Marokash va Saudiya Arabistonida qo'lga ilingan kishilarning sonliq ma'lumotini aniqlab chiqqan. Garchi Xitoy virus sababli chegarani taqagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy mazkur davlatlarga davomli alohida xodim avatgan. Xitoyning bu harakatida muhojiratga Uyg'urlarmi asosli nishonga aylangan bo'lib, bu vaqtdagi andishalar izchil davomlashmoqda. Jumladan Xitoy alohida xodim avatish vositalari bilan 2018-yili Arab Birlashma Xalifaligidan Uyg'ur muhojir Ahmad Talibni majburiy qaytarib ketgan bo'lib, uning hozirgacha izdiriki bo'lmagan. Undan boshqa Marokashda tutqun holatda turayotgan Idris Hasanning taqdirimi xalqaro jamiyat diqqat qilayotgan masalaning biri bo'lmoqda. Majburiy emgak mahsuloti savdosi xalqaro savdo supularigacha kengaydi. Xitoy rejimi yaqinqi bir necha yil mobaynida Sharq Turkistonning tabiiy boyligi va majburiy emgak mahsulotlarini chet elga to'shishni davomli kengaytgan bo'lib, navbatda chegara hal qilgan elektronlik savdomi rasmiy yo'lga qo'yilishga boshlagan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, 12-yanvar bir turkum 46,000 dona eksport tovarlari To'rg'at porti orqali chegaradan chiqarilgan bo'lib, bu tovarlar Vengriyaning Budapeshtdagi mamlakat sirti ombiriga to'shilib, tamojindan o'tkazish ham taqsimlab yetkazish tamomlandi ekan.
Bu Sharq Turkistondan chegara halqagan elektronlik savdo orqali chet elga yetkazilgan tunji turkum eksport mallari bo'lib hisoblanadi ekan. Bu turkum mallarning hammasi Xitoyning elektronlik savdo do'kondorlari xalqarodagi elektronlik savdo supalari orqali Yevropaga sotgan tovarlar bo'lib, umumiy qimmati 1 million yuandan oshadi ekan. Bu mallar kiyim-kechak, zibu zinnat, o'yinchoq, bayramlik zinnat buyumlari, kichik oila elektr saymallari qatorliq tovarlarga chetildi ekan. Qashqardagi ma'lum savdo shirkatining amaldori bu vaqtda to'xtalib, mazkur mallarning 15 kun atrofida Budapeshtga yetib boradiganligini, shirkatining Angliya, Belgiya, O'zbekiston qatorliq Yevropa va O'rta Osiyo davlatlariga chegara halqagan elektronlik savdo kasbini kengaytirayotganligini, bu yil qimmati 1 milliard yuan atrofidagi chegara halqagan elektronlik savdo eksport mallarini mangdirishni planlaganligini bildirgan. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, xususan majburiy emgakka selish jinoyati sababli ko'plagan davlatlarning jazo yurgizishiga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgak mahsulotlarini Xitoy o'lkalariga va chet elga turli liniyalar orqali eksport qilish salmoqini borgan-sari oshirmoqda. Navbatda majburiy emgak mahsuloti savdosining xalqaro elektronlik savdo supalarigacha kengayishi yana kelib bir qism Yevropa ellarining bu savdodan naf elishi diqqat qo'zg'amoqda. Xalqaro Olimpik komitetini jazolash haqida qonun loyihasi sunildi. Amerikaning bir qism parlament a'zolari Xitoyning bostirish siyosatiga ko'z yumgan Xalqaro Olimpik komitetining Amerikadagi boj kechirimiga erishish salohiyatini bekor qilish haqida qonun loyihasi sundi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Cumhuriyetlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Mike Waltz bilan Demokratlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Jennifer Winston 19 yanvar birlikda Xalqaro Olimpik komiteti bilan Xitoyning hamkorligini tekshirish qonun loyihasini sungan. Qonun loyihasida Xalqaro Olimpik komitetining 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Beijingdan boshqa joyga yo'tkash to'g'risidagi chaqiriqlarni e'tiborga olmaganligi, Xitoyning bostirish siyosatlariga ko'z yumganligi, buning jazosi sifatida Xalqaro Olimpik komitetining Amerikadagi boj kechirimiga erishish salohiyatini bekor qilish kerakligi, ularning qilmishining bir ijtimoiy farovonlik tashkilotida bo'lishga tegishli shartlarga mos kelmaydiganligi qayd qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika boj qonunining aloqador moddasidagi belgilam bo'yicha foyda olmaydigan tashkilot, ijtimoiy farovonlik tashkiloti yoki yerlik xizmatchilar birlashmasi qatorliq organlardan boj kechirim qilindi ekan. Xalqaro Olimpik komitetimi bu ta'minotdan bahramand bo'lib kelgan ekan. Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizish qatorliq turli jinoyatlari sababli Beijing qishliq olimpikini boykot qilish chaqiriqlari izchil davomlashayotgan bo'lsa-mu, Olimpik komiteti yanada qishliq olimpikni Beijingda o'tkazish qarorini o'zgartmagan. Xalqaro Olimpik komitetining muavin raisi John Cotes Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning o'z huquq doirasida emasligini, olimpikga sohibxonlik qilgan davlatning egilik huquqiga hurmat qildiganligini ta'kidlab, mas'uliyatdan o'zini qochirgan va tanqidga uchragan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti xalqaro jamiyatni Xitoy haqida ogohlantirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy rejimining qishliq olimpik tanarkat musobaqasini tashviqot ko'ziri sifatida qo'llanishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerakligi haqida xalqaro jamiyatni ogohlantirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, xalqaro kechirim tashkiloti 19 yanvardagi bayonotida xalqaro jamiyatni Xitoyning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini siyosiy tashviqot ko'ziri qilib olishiga yo'l qo'ymaslik va Xitoyning bu harakatiga sherik bo'lib qolmaslik haqida ogohlantirgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning pat arada o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasidan foydalanib, xalqaro jamiyatning diqqatini Uyg'urlar va Hong Kong xalqiga ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligidan boshqa tarafga burishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Beijing qishliq olimpik doiralari bo'lsa, olimpik musobaqasiga qatnashuvchilar norozilik bildirgan taqdirda jazolanadiganligini bildirgan bo'lib, xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning navbatdagi kishilik huquq vaziyatining 2008-yili yozliq olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazgan mazgildagidan texmo nacharlashganligini ta'kidlagan. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Alkan Akad dunyoning 2008-yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasidagi saboqlarni asli saqlashi kerakligini, ayni vaqtda Xitoy kishilik huquqni yaxshilashga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo bergan va'dasini azaldan amalga oshirmaganligini bildirgan. Shundaqla Beijing qishliq olimpik mazgildagi qattiq cheklamalarga qarata Xalqaro Olimpik komitetining tanarkatchilarning fikr erkinligini qo'g'dash va'dasini amalga oshirish uchun texmo tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini bildirgan.
Növətdə 10 neçiligan davlatlar diplomatik boykot yoki yuqumdan saqlanish sababli Beijing Olimpikiga amaldorlarini avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo tanarkatchilar yanada normal qatnashidi. Olimpikga qatnashuvchilarning fikr erkinligi va uchur bexatarligi xalqaro axborot vositalarida kun tartibida turayotgan bir masala bo'lib, xalqaro inson haqlarini ko'zatish tashkiloti oldingi kuni tanarkatchilarni ogohlantirib, o'z bexatarligi uchun Olimpik mazgilida Xitoyning inson haqlari masalasi haqida fikr bildirishdan saqlanishga chaqirgan edi. Fransiya parlamenti Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Fransiya parlamenti mutlaq yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va Makron hukumatini bu qarorga ovoz qo'shishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Fransiya parlamenti 20 yanvar 160 ovozning qo'llashi, 1 ovozning qarshi turishi, 5 ovozning voz kechishi natijasida qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Fransiya Sotsialistlar partiyasining raisi Olivier Faure parlamentda mazkur taklif loyihasini tushuntirib o'tgan. U Xitoy rejimini bir millatni kultur va biologiyalik jihatdan yo'qotishni nishon qilgan rahimsiz apparat deb ayblagan. Hamda G'arbning cho'ng shirkatlari va markalarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy emgakka selish vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davomli ishlatayotganligini tanqid qilgan. Mazkur taklifda Fransiya parlamentidan Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan bostirish qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb bekitish, bu nuqta bo'yicha Xitoyni ayblash o'tirg'i qo'yilgan. Shundaqla Fransiya hukumatidan xalqaro jamiyatda Xitoyni ayblash va Xitoyga qaratgan diplomatiya siyosatida zarur tadbirlarni qo'llanib, mazkur irqiy qirg'inchilik jinoyatini oxirlashtirishga tirishchilik ko'rsatish talab qilingan. Fransiya tashqi ishlar ministri Frank Rister hukumatga vakolatan so'z qilib, Sharq Turkistondagi sistemalik bostirish va kishini cho'chitadigan isbotlarni tilga olgan. U irqiy qirg'inchilik jinoyatini rasmiy bekitish masalasining hukumatning emas, balki xalqaro organlarning ishi ekanligini qayd qilib o'tgan bo'lsa-mu, ammo Fransiyaning Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan yuqori darajalik suhbat uchrashuvlarida Sharq Turkiston masalasi va Uyg'urlarning taqdiri haqida to'xtalib kelganligini ta'kidlagan. Bu xushalliq qaror e'lon qilinishi bilan tang uzundan buyon Fransiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinishi uchun tirishchilik ko'rsatib kelayotgan Yevropa Uyg'ur instituti raisi Dilnur Rayhan xonim Twitter hisobida uchur ham baharlab, "Mana mushunchalik g'alaba qildik. Fransiya o'z qimmat qarashiga ega chiqdi. Uyg'ur xalqi sizlarga rahmat aytadi. Sizlarni unutmaydi. Oldi bilan xizmatdoshlarimga, Sotsialistlar partiyasiga, insonparvar do'stlarimga va guruhimizdagi yerlik yoshlarga rahmat aytaman. Bu bizning g'albimiz" deganlarni bildirdi. 17 yanvar tushdan keyin Yevropa Uyg'ur institutining o'rinlashtirishi va Fransiya parlamentidagi Sotsialistlar partiyasining hamkorligida muxbirlarni kutib olish yig'ini va isbot anglash yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Gulbahor Xotivaji, Gulbahor Jelil, Umar Bekali va Qalbinur Sidiq qatorliq lager shohidlari guvohlik bergan edi. Fransiya parlamentining bu qarorni ma'qullashida Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan xonim qatorliq bir turkum Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining turli faoliyatlari va tashviqotlari muhim rol o'ynagan. Iran, Rossiya va Xitoy 3-qatim birlashma manevri o'tkazdi. Iran, Rossiya va Xitoy dengiz armiyalari Hind okeanining shimolida keng ko'lamlik manevr boshladi. İran İRNA agentligining xabarida bildirilishicha, 2022-yillik dengiz xavfsizlik kamari nomli manevr Hind okeanining shimolida ko'lami 17,000 kvadrat kilometrlik joyda o'tkazilishga boshlagan. Manevrga İran dengiz armiyasi va inqilobiy muhofazachilar qismining harbiy paraxodlari, havo qismlari va Rossiya bilan Xitoyning harbiy paraxodlari hamda orqa saf paraxodlari qatnashgan. Manevrda o't ketgan paraxodni qutqizish, go'riga elib olingan paraxodni qutqizish, belgilangan nishonlarga va kechida havodagi nishonlarga o'q etish qatorliq o'xshamagan taktikalik harbiy harakatlar ijro qilingan. İran, Rossiya va Xitoy buning bilan 2022-yillik dengiz xavfsizlik kamari nomida 3-qatim harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, 1-qatimlik manevr 2019-yil dekabrda o'tkazilgan edi. Xalqaro Olimpik komiteti olimpik kiyimlarda majburiy emgak mahsuloti yo'qligini bildirdi. Xalqaro Olimpik komiteti Uyg'urlarga aloqador ayblashlarga tunji qatim inkos qaytirib, Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga ta'minlangan kiyim-kechakning majburiy emgakka chetilmaydiganligini bildirdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xalqaro Olimpik komiteti 19 yanvar kechda bayonot e'lon qilib,
bir necha kun ilgari Amerikaning bir qism parlament a'zolari o'tirg'a qo'ygan savollarga tunji qitim rasmiy inkos qaytargan va Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi uchun ta'minlangan kiyim-kechakning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetilmaydiganligini da'vo qilgan. Mushu ayning 5-ida Amerika Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, Avam palata a'zosi Jim McGovern va Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Avam palata a'zosi Chris Simmons Xalqaro olimpik komiteti raisi Thomas Bachga birlashma maktub avatib, Xalqaro olimpik komitetining Sharq Turkiston paxtasini ishiltib kiyim-kechak ishlaydigan ikki Xitoy shirkati bilan bo'lgan munosabati haqida tushuncha berishini talab qilgan edi. Mazkur ikki Xitoy shirkati Anta tantarbiyasi va Xingyuanshang bo'lib, bular Tokyo yozliq olimpik tanarkat musobaqasi va Patyiqinda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasida bekitilgan kiyim-kechak ta'minlaguvchilari hisoblandi. Amerika parlament a'zolari bu ikki Xitoy shirkatining mahsulot ishlab chiqarishda Sharq Turkistonning paxtasini ishiltib, Amerika yo'l qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga xiloflik qilganligini o'tirg'a qo'ygan. Xalqaro olimpik komiteti 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi uchun mahsulot ishlab chiqaruvchi markalarni 3-taraf salohiyati bilan tekshirdi. Mazkur mahsulotlarning ishlab chiqarish liniyalarida hech qanday majburlash, o'simlik qarzga bog'lash yoki bolalar emgaki bayqalmadi deyilgan. Bayonotda yana Anta va Xingyuanshang shirkatining Xalqaro olimpik komitetiga rasmiy olimpik kiyim-kechaklarni ishlab chiqarish to'g'risida bergan kapolati va tushuntirishi naql elingan bo'lib, Xingyuanshang mahsulotlariga ishiltilgan paxtaning Xitoydan kelmaydiganligi aytilgan. Anta shirkati yig'ib olingan materiallarni qo'llanadiganligini, paxta ishlatmaydiganligini bildirgan. Bu ikki shirkatning o'zini qo'g'dash uchun o'tirg'a qo'ygan bayonlari ilgirki bayonlarga mos kelmagan bo'lib, Xitoy rejimi bultur bir qism davlat va xalqaroliq markalarning Sharq Turkiston paxtasini boyqut qilishiga qarshi sistemali qo'zg'agan atalmish boyqut harakatida Anta shirkati oshkora bayonot e'lon qilib, biz Xitoyda ishlab chiqarilgan paxtani, jumladan Sharq Turkiston paxtasini izchil setib olib ishlatib kelyapmiz. Buningdan keyinmi shunday qilamiz degan edi. Xalqaro olimpik komiteti navbatda xalqaro jamiyatning tanqidiga duch kelayotgan bo'lib, 19 yanvar Amerikaning bir qism parlament a'zolari qonun taklifi sunib, Xalqaro olimpik komitetining 2022-yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Beijingdan boshqa joyga yo'tkash to'g'risidagi chaqiriqlarni e'tiborga olmaganligini, Xitoyning bostirish siyosatlariga ko'z yumganligini, buning jazosi sifatida Xalqaro olimpik komitetining Amerikadagi bosh kechirmaga erishish salohiyatini bekor qilish kerakligini o'tirg'a qo'ygan edi. Angliya tashqi ishlar vaziri Xitoyni ogohlantirdi. Angliya tashqi ishlar vaziri Xitoy bilan Rossiyani ogohlantirib, demokratik davlatlarning mustabidlikka qarshi ittifoqlashadiganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Angliya tashqi ishlar vaziri Truss 21-yanvar Xitoy raisi Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni ogohlantirib, Angliyaning ittifoqdoshlari birdak ittifoqlashib, demokratiyaga qarshi mustabid kuchlarga qarshi turdi degan. Truss Avstraliyani ziyorat qilayotgan bo'lib, u bu jarayonda qilgan so'zida Angliya va uning erkin dunyodagi ittifoqdoshlarining cho'qim birlashib, yer shari xarakterlik tahdidga taqobil turishi kerakligini, Hind-Tinch okean rayonidagi demokratik davlatlar bilan aloqani cho'nqurlashtirib, yer shari xarakterlik tajovuzchilarni to'sish kerakligini, tajovuzchilarning xohlagancha harakat qilib, boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Truss va Angliya davlat mudofaa vaziri Wallace juma kuni Sidneyda o'tkazilgan Avstraliya Angliya ministrlar maslahat yig'iniga qatnashgan bo'lib, Avstraliyaning tashqi ishlar ministri va mudofaa ministri bilan ko'rishgan. Bu jarayonda ikki taraf Avstraliyaning yadro energiyalik suvosti paraxodiga erishish kelishimini muzokara qilgan. Avstraliya davlat mudofaa ministri Peter Duttonning aytishicha, garchi Angliya dengiz armiyasi Tinch okeanga harbiy kuch o'rinlashtirishni ko'paytgan bo'lsa-mu, ammo Angliyaning Avstraliyada harbiy baza qurish plani yo'q ekan. Yig'in oxirida Angliya va Avstraliya ministrlari birlashma bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukraina chegarasida askar ko'paytishidan ansirayotganligini bildirgan. Hamda har ikki davlatning Ukrainaning egilik huquqi va zamin butunligini kuchli qo'llaydiganligini ta'kidlagan. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning xayrlik o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan aytgan kundalik xabarlarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Shunday qilib ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.